Super 1105 mini traktor so'ragan akalarimiz uchun, ya'ni yer ichida haydash bo'ladimi, o'rim sezon uchun o'rish bo'ladimi, nimaiki ish bo'lsa hammasini qiladigan eng universal original mini traktorimiz sizlar uchun optim narxlarda eng oxirgi, eng yangilangan vipiskalarni biz sizlarga olib kelib qo'yganmiz akalar. Videoga bitta like bosib qo'ysalaring, men sizlarga qisqacha arzon qilib ozmuncha ma'lumot berib qo'yaman. Yana ham batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu mini traktorimiz akalar faralar bilan jihozlangan pоворotniklari ishlaydi akalar. Dinamlariga alohida e'tibor berasizlar, ya'ni o'zini-o'zi bemalol quvvatlarga beradi. Motor qismlari 1105 original Solarishli motor bilan jihozlangan bo'ladi. Korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan akalar. Radiatorlari bor, o'zini-o'zi bemalol sovutadi akalar. Bu mini traktorimiz akalar 18 ot kuchiga ega. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bemalol 2026-yilgi eng original oxirgi vipiskasi bo'ladi. Oxirgi vipiskasiligini qattan bilamiz degan akalarimiz uchun ko'rishlaringiz mumkin akalar. Bu mini traktorimiz satelitli ham qo'sh tormozli bo'ladi. Bu sizlarga yer ichiga kirganda, ya'ni o'ngga chapga burilish uchun sizlarga juda ham katta udobstvo beradi. Skorlari juda ham yumshoq cho'radi akalar. Toshbaqa quyonlari, enshalari akalar alohida e'tibor berasizlar. Ya'ni orqa qismiga freza ilganda, oldi qismiga jatka ilganda sizlar uni ko'tarib tushirish uchun alohida enshalar bor, bemalol foydalansalaring bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Suv, yog', dachilar hamma yo'g'ini ko'rsatib turadi akalar. Sizlarga xullas bu traktor juda ham udobstvo beradi. Bundan tashqari sidinalar juda ham yumshoq, ya'ni eng eski vipiskalarda sidinalar ham juda ham qattiq bo'lardi. Bular juda ham yumshoq chiqqan. Balon qismlariga kelsak, balonlari akalar 750 ga 16 bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu orqa balonlari katta, shiroki balon bilan jihozlangan, ya'ni bemalol razmeratsiya bo'ladi, ya'ni bemalol o'zlaringizning akatlaringizga moslab olsalaring bo'ladi. Bu mini traktor haqida yana ham batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, pastda telefon nomerlarimizni yozib qo'yganmiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kaminat bozorida. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz kelishilgan holda bor akalar, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ya'ni bundan tashqari sizlar uchun bo'lib to'lash unaqa narsalar yo'q akalar, shuni inobatga olib qo'yasizlar. Bizda faqat naqd bo'ladi. Biz sizlarga kutib qolamiz. Biz sizlarga doimgidek eng yaxshisini tavsiya qilamiz.